Kanalga obuna bo'lganlar uchun alohida skidkalar ham bo'ladi inshaalloh. Pastdagi raqamlarga albatta telefon qilib kelinglar do'stlar. Birinchidan o'zingizga lokatsiya tashab beramiz, qiynalmagan holatda topib kelasiz. Hamda telefon qilib kelganlar uchun yoki kanal nomini aytib kelganlar uchun xursandchilik tariqasida yana ozma skidkalar qilib beramiz. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, hammaga xayrli kun. Inshaalloh bugungi 2026-yil iyul oyidagi skuter narxlarini bir qator tanishtirib o'tamiz. Kanalga obuna bo'ling. Inshaalloh skidka narxida xarid qiling inshaalloh. Shunaqangi skuter so'ragan tanishlarga yuborib qo'yishingizdan chiqmasin. 4 talik, 5 talik, 6 talik akkumulyatorlar, katta dugali skuterlar hamda 3 g'ildirakli skuterlarimiz haqida to'liq ma'lumot bo'ladi. Kanalga obuna bo'lganlar uchun alohida skidkalar ham bo'ladi inshaalloh. Kanalni kuzatishda davom ettiring. Eng kichkinasidan boshlaydigan bo'lsak, do'stlar, 14 cho'ntak Pro modelimiz 4 ta akkumulyatorli bo'ladi. Ko'rishlar mumkin, balonlari ham yangilanib kelgan, orqa oldiga yuradigan funksiyalar qo'shilib kelgan. Mana shunday holatda 130 kg ga chuk ko'taradi do'stlar. Bitta zaryad bilan 35-40 km masofa bosib o'tiradi. Tezliklari 40-45 ga bemalol ko'tariladi. Narxini 3 million so'm qo'yib qo'ydik skidkadan. 16 cho'ntak Pro modellarimiz bor. Egalari ko'tarib tushiladi. 5 ta akkumulyatorlik, 500 wattli motor bo'ladi. Yozig'i 240 watt bo'ladi do'stlar. Hech qanaqa prava so'ralmaydi. Orqa oldiga yuradigan funksiyalar bor. Telefon qiladigan podstavkasigacha. Old tormozlari zetkisli bo'ladi. Tezliklari 55 ga bemalol ko'tariladi do'stlar. Narxini 4 million so'm qo'yib qo'ydik. Shoshilib qolamiz. O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz bor. Har xil turdagi podsvetkalari ham bor. Do'stlar, pastdagi raqamlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Keyingisi yangilanib kelgan 28 kalik Pro modelimiz do'stlar. Yonboshlari duga bilan o'ralgan. Bunda mana shunday holatda, faqat orqaga yurish funksiyasi yo'q. Egalari splashni bo'lib kelgan, oldin mana bunaqangi ikkita o'rindiqli bo'lib kelardi. Sidinasi sal noqulayroq edi, balandroq edi. Ikkitadan 4 ta amortizatorlari bor. Mana shunday holatda 180 kg ga chuk ko'taradi. Bitta zaryadi bilan 60-65 km masofa bosib o'tiradi. Tezliklari 55. Buni narxini 4,5 million so'm qo'yib qo'yganmiz. Shoshilib qolinglar, ikki xil podsvetkasi bor. Yana tagi serob, xudo xolasa aloqa qilib ko'rasizlar. Duga 5 modelimiz seriya rangi hamda qora ranglaridan va boshqa ranglaridan ham bor. Qisqacha ma'lumoti 16 diskali bo'ladi. Ko'rishlar mumkin, old tormozlari zetkisli bo'ladi. Oldi ko'rinishlari xuddi mana shunday holatda. 5 ta akkumulyatorlik sidinlar splashni bo'ladi. Hojatdagi olib bersangiz yoki dadangizga olib bersangiz bemalol maza qilib qiynalmasdan haydaydigan holati bo'ladi, xudo xolasa. Atroflari polni duga bilan o'ralgan, ichidan chiqqan mana bu dugalari ko'rishingiz mumkin oldigacha. 150 kg gacha bemalol yuk ko'taradi, hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi. Bitta zaryad bilan 40 dan 60 km gacha masofa bosib o'tiradi. Bemalol orqaga, oldiga sport rejim, cruise control hamma rejimlari bor. Duga 5 modelimiz. O'ziga yoqqan model rasmga olib Telegramdan tashlab bersangiz, O'zbekiston bo'yicha dastavkalar qilib beramiz, xudo xolasa. Dastavkalarimiz pulli bo'ladi. Joylashgan joyingizga qarab arzon qimmat bo'ladi. Keyingisi linza 5 modellarimiz do'stlar. Orqa old tormoz zetkisli bo'ladi. O'zini sifatiga nisbatan narxi juda ham arzon chiqadi do'stlar. Bularni skidkada 5 million so'm qo'yib qo'yganmiz. Narxiga keladigan bo'lsak, aytib o'tdik, 5 million so'm. 5 ta akkumulyatorli 500 wattli motor bo'ladi do'stlar. Yozig'i 240 watt, hech qanaqangi prava talab etilmaydi. Tezliklarni ham 25 ga, ham 55 ga ko'tarib haydaysiz bo'laveradi do'stlar. Bitta zaryadi bilan 40 dan 60 km gacha masofa bosib o'taveradi. Buni ham podsvetkalari bor do'stlar. Keyingi modellarimiz keyingi mana aytib o'tamiz. HB hozir linza 5 Pro modelimiz. Baraka bo'ldi do'stlar. Akkumulyatorlarni terish jarayonidamiz. Akkumulyatorlar ham toza Xitoyniki bo'ladi do'stlar. Mana shunday holatda. Mana Qo'qonda chiqqan yoki boshqa tufta akkumulyatorlarimiz 2026 akkumulyator. Tepasini ochib ko'rsataman. Qisqacha ma'lumot bilan. Ko'ryapsizmi? 26 2601. Mana shunday holatda. Gapiring. Qora rangidan yoqtirishganda qora rangidan terib beryapsiz, xudo xolasa. Keyingi modellarimiz linza 6 modellarimiz do'stlar. Bu 5 ta akkumulyatorli bo'ladi. Sidinalari juda ham kattagina splashli holatda bo'ladi. Ikkisi o'tirganda qiynalmasdan haydab ketish holatlari bor. Ikki xil rejimda haydaysiz bo'ladi. 25 ga tushirib haydaysiz ham bo'ladi. 55 ga chiqarib haydaysiz ham bo'ladi do'stlar. 40 dan 60 km gacha masofa bosib o'tadi. Narxini skidkada
5 million so'm qo'yib qo'ydik do'stlar. Faqat shoshilinglar. Obuna bo'lganlar uchun bu narx o'zi 5300, 5200 dan sotilyapti turadi. Joy bo'shatishga, pulni bo'shatishga arzon narxda qo'yib beryapmiz. Yangilanib kelgan Linza 6 Pro modelimiz do'stlar. Balonlar ham Cherokee bo'ladi. Aponlar ham juda ham ajoyib bo'ladi. Balonlari Cherokee, ichishli bo'ladi. Old orqa tormoz yetkizdik. Yonboshiga bunaqangi LED faralar qo'shilib kelgan. Pоворotlar ham o'zgarib keldi do'stlar. 5 tali akkumulyatorning pavoroti mana bunaqa bo'ladi. 6 talidagi mana bundan bo'ladi. Old ko'rinishlari juda ham derski holatda. 6 akkumulyatorli bitta zaryad bilan 40 dan 60 kilometrgacha, 70 kilometrgacha masofa bosib o'tiradi. Tezliklari 60 ga bemalol ko'tariladi. 55 emas. Orqa ko'rinishlari mana shunday holatda. 150 kilogacha bemalol yuk ko'taraveradi. Xo'p, keyingisi juda ham trendga chiqib ketgan Tank 5 Pro modelimiz do'stlar. Cherokee balonlik, old orqasi yetkizli bo'ladi, tormozlari, telefon qolgan pastapkasigacha bo'ladi buni do'stlar. Mana ko'rishlar mumkin. Telefoningizni bemalol qo'yib zaryadga ketsangiz bo'laveradigan holatlari bor. Bu ham bitta zaryad bilan 40 dan 70 kilometrgacha masofa bosib o'tadi. Ikkita o'rindiqlik, oilaga, ro'zg'orga juda ham mos keladi. Xuddi shuni, yo'q, narxi qimmatroq ekan deganlar uchun Linza Tank 5 modelimiz bor. Tank 5 Pro deb qo'yamiz buni. Tank 5 Sport deb qo'yamiz buni. Balonida farq qiladi, tormozida farq qiladi do'stlar. Telefon qilgan pastapkasi yo'q bo'ladi buni. Bu 40 dan 60 kilometrgacha masofa bosib o'tadi. Bu ham ikkita o'rindiqlik, 5 ta akkumulyatorli bo'ladi xolos. Bunimizning narxi 5 million 400 ming so'm. Bunimizning narxi 5 million 200 ming so'm do'stlar. Mana bu yerda Tank 5 Pro modelimiz qora rangidan bor. Tank 5 Sport modelimiz shunaqangi ko'k rangidan bor do'stlar. Hammasi old orqaga yuradi, sirenalari ham bor. Old orqaga yuradi, cruise kontrollari bor. Roli qizillarning hammasi shunaqa funksiyalari bor. Keyingisi Xo'p, JK6 Pro degan modellarimiz do'stlar. Ko'rishlar mumkin. Redline balonli old orqa tormoz yetkizli bo'lib, 6 akkumulyatorli bo'lib keldi. Hammaga taniqli bo'lgan, trenddan qolmaydigan modellardan biri hisoblanadi. Tezliklari bemalol 50-55 ga ko'tariladi do'stlar. Motor quvvatlari yozig'i 240 watt, obmotkasi 500 wattdan yuqoriroq bo'ladi. Bir kishi o'tirsa bemalol yumshoqqina ketsa bo'laveradigan holatlar bor. Egalari ham juda ham yumshoqqina. NFC kalitlarigacha bo'ladi do'stlar. Bunimiz narxini 5 million 300 ming so'm qo'yib qo'ydik, shoshilamiz. Sport rejimlari bor, cruise control ham yo'g'i bor. Zatni rejimigacha bor. Mana shunday holatda. 14 jo'ntayni aytib o'tdik, 3 million so'm. Bu modelimizdan bor do'stlar. Yangi akkumulyator bosib beriladi. Sklatimiz sekinroqda turgan ekan, ko'zim tushmabdi. Bularimizni do'stlar eng asosiysi 4 million 700 ming so'mga chiqarib beramiz. Shoshiling, faqat bir dona qoldi. Hech qanaqa ayb nuqsoni yo'q, boshqa yo'q. Sklatda sal chekkaroqda qolib, ko'zimizdan qochib qolibdi. Yangi akkumulyator bosib beramiz. Hech muammosi yo'q. Old tormozlari yetkizli bo'ladi, orqasi trosli bo'ladi do'stlar. Bitta zaryadi bilan 40 dan 60 kilometrgacha masofa bosib o'tiradi. Orqa ko'rinishlari xuddi mana shunday holatda bo'ladi. Xo'p, keyingisi M11 modellarimizdan bir dona qoldi do'stlar, shoshilinglar. 6 akkumulyatorli 20 dan joylashtirilgan, motor quvvatlari 1000 bo'ladi. Atroflari polni duga bilan o'ralgan, old orqa tormoz yetkizlik. Bitta zaryadi bilan inshaalloh 40 dan 60 kilometrgacha masofa bosib o'tiradi. Tezliklari 60. Xuddi mana shunday holatda $600 skidka narxi. Bemalol xarid qilishingiz mumkin pastki raqamlarga telefon qilib. Keyingisi do'stlar $550 ga dugalik modellar minaman deganlar uchun arzon, sifatli, uzoq yuradigan, tez yuradigan dugali model minaman deganlar uchun mana shu modelni tavsiya qilib qolaman. $550 narxi. Sidinasi ham juda ham splashnoy bo'ladi. Motor quvvatlari 1000 bo'ladi do'stlar. 40 dan 60 kilometrgacha masofa sur'at, tezligi 45-50 tezlikka bemalol ko'tariladi. Bunimiz bor. Apollarni ko'rishingiz mumkin. E'tiborni qaratmoqchiman. Saka diskali juda ham chiroyli bo'lib kelgan model. $620 ga chiqarib beryapmiz. Oldi ko'rinishlari vajohatli do'stlar. Old orqa tormoz yetkizli bo'ladi, 620 akkumulyator qo'yilgan bo'ladi. Motor quvvati 1000 bo'ladi do'stlar. 40 dan 60 kilometrgacha masofa sur'at, tezliklari 60-65 ga ko'tariladi. Komfort xohlaganlar uchun tavsiya qilib qolamiz. Burgut ko'z modellarimiz do'stlar. Balonlari ham naringga nisbatan ancha katta bo'ladi, old orqa tormoz yetkizli bo'ladi. Xuddi shuni 32 akkumulyatorligi bor edi. Xaridorlarimiz narxini sal qimmatroq degani uchun 20 ligini olib kelib qo'ydik do'stlar. O'sha 32 bilan bir xil narxi. 32 ligining narxi $700 chiqqan edi, buning narxini $600 ga shunday tushirib qo'ydik. Shoshilib qolinglar do'stlar.
Assortimentlarimiz juda ham ko'p. Sizlarga qolgan turdagi modellarimizni ham ko'rsatib boramiz. Xo'p, bir chekkadan boshlaymiz. Kechirasizlar. Benzinli so'raganlar uchun Tiger modelimiz 150 kubali bo'ladi. Narxini 1000 dollarga chiqarib beramiz. Tezliklari 100, bitta 100 kilometrga 4 litr rasxod qiladi do'stlar. Danli yo'lda yana ham rasxodingiz ozayadi. Ko'rinishlari xuddi mana shunday holatda. Atroflari duga bilan o'ralgan. Balonlari ham shiroki holatda. Keyingisi Samuray modelimiz do'stlar. Balonni ko'rishingiz mumkin. Ancha-muncha teshilmaydi, yirtilmaydi, boshqa bo'lmaydi. Atroflari duga bilan o'ralgan. Bu ham 150 kubali do'stlar. Buni narxini 970 dollarga chiqarib beryapmiz. Tablo ko'rinishlari mana shunday holatda. Tiger modelimizga mana shunday holatda. Bunimiz 1000 dollarga, bunimiz 970 dollarga. Buni aytib o'tdik. 550 dollarga chiqarib beramiz. Buni ham 550 dollarga chiqarib beramiz. 600 dollarga, 600 dollarga. Skidkada 5 million so'm. Linza 5 Pro modelimiz. Bu ham 5 million so'm. Linza 5 5 million, Linza 5 5 million. Xuddi shu holatda. Tank 5 Pro modellarimiz 5 million 300 ming so'mga chiqarib beramiz. Ko'rishingiz mumkin, shoshilib qolinglar. Tank 5 modelimizni yana bitta xuddi shunday holati bor. Bu ham o'sha sklatda qolgan, ko'zimizdan chekkaroqda. Buni narxini 4,8 ming so'mga chiqarib beramiz. Oldingi tormozi jitkichli bo'lmaydi, faqat old tormozi jitkichli bo'ladi do'stlar. Ko'rishingiz mumkin, juda ham trendga chiqib ketgan modelimizdan biri bo'ladi. 3 g'ildirakli modelimiz samodelniy do'stlar, Xitoy bilan sammitni yasalgan. Narxini 550 dollarga qo'yib qo'yganmiz. 5 ta akkumulyatorli bo'ladi, tezliklari bemalol 50 gacha ko'tariladi. Bitta zaryad bilan 40 dan 50 kilometrgacha masofa o'tadi. Keyingisi ZJ6 deb qo'yapmiz do'stlar. Hozir bir daqiqa. ZJ6 degan modelimiz. Ko'rinishlari xuddi shunday, tezliklari 60 ga bemalol ko'tariladi, 60, 65, 180 kilogacha yuk ko'taradi. Amortizatorlar juda ham ajoyib do'stlar. Mingan odam, buni mingan odam boshqasini mingisi kelmay qoladi do'stlar. Ochiq gapda. O'zimiz minganni shu magazinga qo'yib qo'yganmiz. Juda ham ajoyib model. 6 akkumulyatorli bo'ladi, motor quvvatlari 800 watt bo'ladi do'stlar. Narxini 5,5 million so'm qo'yib qo'yganmiz. Tesla modellarimiz do'stlar 3 ta qoldi. Shoshilib qolinglar, bachulari ham kattasidan qo'yilgan. 6 akkumulyatorli, balonlar redline balon bo'ladi. Tezliklari bu ham 60 ga ko'tariladi do'stlar. Tormozlarni ko'rishingiz mumkin, juda ham baquvvat holatda. Balonlar shiroki, ancha-munchaga yeyilib, sidirilib ketmaydi. Maza qilib haydab yurasiz. Egalari ham juda ham yumshoq, juda ham komfortli. O'zimga juda yaxshi ko'raman o'zim buni. 5,5 million so'm chiqarib beramiz. Shoshilib qolinglar do'stlar, sonlari chegaralangan. Buni aytib o'tdik, Linza 6 ni o'zi do'stlar. Linza 6 sportimiz ekan bu, 5 ta akkumulyatorli. Bu ham 5 ta akkumulyatorli. Narxini aytib o'tdik, 5 million 200 ming so'mga chiqarib beryapmiz. Buni ham xuddi shunday seri rangi Linza 6 sport modelimiz 5 million 200 ming so'mga chiqarib beryapmiz. Do'stlar, yana bir yangilik. Dastlabki akalarimizga, Rossiyada ishlaganlar juda ham ko'p biladi bu narsani. Birinchi o'rinda akkumulyatordan boshlayman. 60 ga 55 akkumulyatorlik, ya'ni litiy jelezofosfatli akkumulyator. 60 ga 55 lik, motor quvvati 2000 wattlik, ikkitadan 4 ta amortizatori bor. Buni narxini 780 dollarga chiqarib beramiz. Skidka bahosida. 3 xil rangi bor. Sabz rang, ko'k rang va yana bitta sabz rang. Keyingi modellarimiz bo'lsa, akkumulyatordan boshlayman buni ham. Mana bunisini ko'rsatay. 60 ga 28 lik akkumulyator bo'ladi. Ikkita bo'ladi do'stlar. Bittasi tugasa, bittasini zaryadga qo'yib, ikkinchisini qo'yib haydab ketsangiz bo'laveradi. Bitta zaryadi bilan bitta akkumulyatorning o'zi 70-80 km masofa osib o'tadi. Ikkita bilan bo'ladigan bo'lsa 150-160 km masofa osib o'taverasiz. Motor quvvatlari 1000 bo'ladi do'stlar. Amortizatorlar ham juda ham ajoyib bo'ladi. Buni narxini do'stlar 700 dollarga chiqarib beryapmiz skidkada. Tablo ko'rinishini ham ko'rsatib qo'yaman. Ikkita akkumulyator bilan birgalikda 700 dollar. Orqasiga bemalol yukxona qilib, dastlabki akalarimiz juda ham yaxshi biladi bunaqa bagajni. Tavsiya qilib qolamiz. Bunimiz Tank 5 Sport modelimiz 5 million so'm qilib qo'ydik. Linza 5 modelimiz bu ham 5 million so'm. Hamda Yadea skuterlarimiz do'stlar. 4 ta akkumulyatorli Cooljoy degan modelimiz
narxi $480 chiqarib beramiz do'stlar. 1 yil garantiyasi bor bilan zavodskoy. Hamda keyingisi 5 ta akkumulyatorli Li9 deb qo'yishyapti. Juda ko'pchilik baquvvatligi juda ham baquvvat. 150 kilogacha bemalol ko'taradi. Yumshoqqina 1 yil garantiyasi bor. Bularimiz narxini $620 ga chiqarib beryapmiz do'stlar. Retro xohlaganlar uchun bunaqangi modellarimiz bor. 6 ta akkumulyatorli 2 kilovatli motor do'stlar. Oldin qatorimiz yetkizlik. Tezliklari 60-65 ga bemalol ko'tariladi. Narxini $600 qo'yib qo'ydik. Faqat bir dona qoldi. Chegirmada shoshilib qolinglar. Keyingisini $550 qo'ydik. Bunisini $620 qo'ydik do'stlar. Yadea skuterlarini keyingilarini ko'rsatib o'taman. Pastdagi raqamlarga telefon qilib kelganlar uchun yana ham alohida skidkalarimiz bor. Ko'rishingiz mumkin, Yadea'ning bunaqangi dugasi yo'q modelimiz. Bunimizning narxi $750 ga qo'yib qo'yganmiz do'stlar. Qorasi rangi bor, seriy rangi bor, ko'k rangi bor, hamda oq rangi bor. T5 modelimiz qizil rangidan qoldi do'stlar. Buni ham $750 ga qilib beramiz. Bularning ma'lumotlari hammasi 6 tali akkumulyator bo'ladi do'stlar. 32 likdan bitta zaryadi bilan 100-120 km masofa bosib o'tiradi. 1 yil garantiya beriladi do'stlar. Keyingisi GT 60 degan modelimiz Yadea seriy rangidan hamda oq rangidan bor. Buning o'zi ham akkumulyatori yo 39 lik bo'ladi. Motorlari 1000 wattlik bo'ladi. Oldin qatorimiz yetkizlik bo'ladi. Bitta zaryadi bilan do'stlar 140-130 km gacha masofa bosib o'tiradigan holati bor. 1 yil garantiyasi bor do'stlar buni. 3 g'ildirali modellarimizga o'tadigan bo'lsak, bunimizning narxi Yadea firmasiniki do'stlar. $900 narxi. Xohlang qop-qora rangida, xohlang bunaqangi aralashgan rang olsangiz bo'laveradigan holati bor. Endi Yadea'niki $900. Xuddi shuni Drongo firmasiniki bor, qarang. Bardoy qizil holatda. Bu ham 5 ta 32 akkumulyator qo'yilgan, narxi $650 skidkaga qo'yib qo'yganmiz. 2 ta odam bemalol, 3 ta odam bemalol o'tirib ketsa bo'laveradi. Orqa o'rindiqlari xuddi mana shunday holatda. Orqa o'rindig'ini oldiga qilsiz, orqada yukxona ochiladi. Tentli modellarimizdan do'stlar Yadea firmasiniki $1400 dan, xohlang bu bardoy, xohlang bunaqangi seriy rangi. $1200 ga bu modelidan bor. Bu Yadea firmasinikini hammasini tenti bor yon boshida. Bunimiz $1200. Keyingisi ko'rishingiz mumkin, yangilanib kelgan model, osmon havo rangi hamda bardoy qizil rangi, boshqa firmaniki. Narxini $900 skidkaga qo'yib qo'yganmiz. Sababi nimaga? Yonboshda tenti yo'q, ya'ni qishda yopadigan tenti yo'q. Uni sovuq kunlar kelganda skuter zapchast sotadigan joyga kirsangiz, bemalol sotadi. Narxini 400 ming yo 500 ming so'mga berishadi. Skidkadan foydalanib qo'yinglar do'stlar. Sifati birga bir Yadea bilan, xudo xolasa, mingandan keyin o'zingiz bilasiz. Buni ham orqasi bemalol, orqasidan oldiga qo'yib 150 kg, 100 kg gacha yuklab ketsangiz bo'ladigan holati bor. Bardoy rangidan bor, hamda bunaqangi osmon havo ranglaridan mavjud do'stlar. Mana shunday holatda. 3 g'ildirali skuter so'ragan yoki qidirib yurgan tanishlarga borib qo'yinglar. 3 g'ildirali hamda kichkina skuterlarimizni ko'rsatamiz. 150 kg, 200 kg, 300 kg modellarimiz bor. Ularni ko'rsatib o'taman do'stlar. Ham velosiped bo'lsin, ham skuter bo'lsin, oilamizga, ro'zg'orimizga yarasin deganlar uchun shunaqangi modelimizni tavsiya qilib qolamiz. Old balonlari 20 lik bo'ladi, orqa balonlari 18 lik bo'ladi do'stlar. 150 kg modelimiz. Sidinasini oldiga qilsangiz passajirli bo'ladi. Orqaga qilsangiz bordli bo'ladi do'stlar. Egarlarni ko'tarib tushib foydalansangiz bo'ladi. Zaryad yurganda velosiped foydalansangiz ham bo'ladi. Tezligi 40-45 ga bemalol ko'taradi. Bitta zaryadi bilan 40 dan 50 km gacha masofa bosib o'tadi do'stlar. Shoshilib qolinglar. Ranglari bardoy qizil rangi bor, shunaqangi seriy rangi bor, hamda qora ranglardan bor. O'zbekiston bo'yicha dastavkalar qilib beramiz. Keyingisi stakan modelimiz 200 kg bo'ladi. Yangilanib kelgan model do'stlar. Bu yoqda ikkita, bu yoqda ikkita hamda oldida bitta farasi bor. 5 ta o'pshi fara bilan qorong'ida qiynalib yurmaysiz xudo xolasa. Narxini boshdan aytib o'taman. $700 qilib beramiz narxini. 5 ta 39 akkumulyator qo'yilgan, ham bordli qilib foydalansangiz bo'ladi, ham passajirli qilib foydalansangiz ham bo'laveradigan holati bor. Juda ham ko'pchilik obunachilarimiz ulgurib qolmagan edi. Bu modellarimizdan tugagan edi. 300 kg model. Buni ham bordli, ham passajirli qilib foydalansangiz bo'laveradigan holati bor. Juda ko'pchilik iltimosiga binoan yana olib kelib qo'ydik do'stlar. Bularimizni narxini
820 dollarga qo'yib qo'yganmiz. Shoshilib qolinglar. Kanalga obuna bo'lganlar uchun hoziroq kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Bular ham akkumulyator 39 lik bo'ladi. Bemalol zakaz beraverasiz do'stlar. 300 kilogrammgacha yuk ko'taradi. Xo'p, keyingi modellarimiz buni ham 300 kilogramli deb qo'yamiz, lekin 300 kilogramga nisbatan sal kattaroq bo'ladi. Narxini 850 dollar qo'yib qo'yganmiz. Passajirli bo'lmaydi, faqat bordli bo'ladi. Yuk tashish uchun mo'ljallangan. Ko'rishingiz mumkin, o'zimiz ham sinab, haydab yuribmiz. Akkumulyatorlar mana shunday holatda usta akalarimiz berishyapti. Hormanglar. Xo'p, keyingi modellarimiz do'stlar veloskuter bo'ladi, 28 lik. Hoji aka, hoji otalar uchun, yosh kattalar uchun juda ham qulay. Charchagan paytda skuterdan foydalanib ketsangiz bo'ladi. Oldida motori bor, 240 vatlik. Orqasida 3 ta elektronik charxi bor do'stlar. Germanskiy o'zi tushunadi. Agar velosiped sohasida bo'ladigan bo'lsa, biladi bittada. 3 xil skorsi bor, motorda bo'lsa 5 xil skorsi bor do'stlar. Egarni ko'tarib tushirib foydalansangiz bo'ladi. Akkumulyatorlari 36 ga 12 lik bo'ladi. Zaryad tugagan holatda velosipeddan foydalanib ketsangiz bo'ladi. Oddiy velikka nisbatan, nariga oddiy velikka nisbatan juda ham yengil hamda yumshoq bo'ladi do'stlar. Balonlari 28 balonli bo'ladi. Bularning narxini 4,5 million so'm qo'yib qo'ydik do'stlar. Buni seriya rangidan bor hamda qora rangidan mavjud do'stlar. Keyingi 3 g'ildirakli modellarimiz mana shu holatda. Balonlari shiroki bo'lib, kattalashib kelgan, oldilarida led faralar qo'shilib, oldi faralari ham juda ham ajoyib bo'lib o'zgarib keldi. Sidinalar oldi orqaga chiqib foydalanasiz bo'laveradi. Bunimizning narxi 540 dollarga tushirib beramiz do'stlar. Mana o'zi 550 dollar edi. Obunachilarimiz uchun 540 dollar, mana unisini bo'lsa 560 dollarga beramiz do'stlar. Sababi nimaga? Oldi faralari juda ham qattiq o'zgarib keldi. Old tormozlari jitkisli bo'lib keldi. Ashuna nisbatiga narxi o'zgarib qoldi do'stlar. O'zbekiston bo'yicha dastavkani qilib beramiz. Dastavka to'lov o'zingizdan bo'ladi. Bu aytayotgan narxlarimiz faqat obunachilarimiz uchun do'stlar. Keyingi modellarimiz Hoji akalarning skuteri bu. Sidinasini orqasiga bemalol ikkita odam yuklab, ikkita oshnog'ayni yuklab, hamda o'zi o'tirib bemalol masjidlarga, xayriyaxonlarga bemalol yursa bo'laveradi. Orqa sidinani o'girib qo'yib, bemalol orqasida bozor qilsa ham bo'laveradigan holati bor. 150 kilogacha yuk oladi do'stlar. Tezliklari 40-45, bitta zaryadi bilan 30 dan 50 kilometrgacha masofa bosib o'tadi. Buni qora rangidan bor, hamda seriy rangidan bor. Narxini 650 dollar qo'yib qo'yganmiz. Hamda mana bunaqangi bardovi qizil oq rangidan mavjud do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Mana shunday holatda. Xo'p, pulni menga yopig'i kerak deganlar uchun alohida zakaz, pad zakaz olib kelib berdik bularni. Seroq, xudo xolasa zakaz beraverasizlar. Vodiy bo'ylab dastavkalarimiz bor. Qolgan joylarga dastavkamiz sal qimmatroq bo'lib qolyapti. Toshkentga 100 dollar, Toshkentdan yog'iga 200 dollar, 300 dollar yoqqa qarab qo'shilib ketib qolyapti. Vodiy bo'ylab dastavkalar qilib beramiz. Qiynalmagan holatda to'lovlarni qo'lingizga yetib borgandan keyin qilsangiz bo'laveradi. Xo'p, narxini boshidan aytib o'tib ketaman do'stlar. 950 dollarga chiqarib beramiz do'stlar. 950 dollarga chiqarib beramiz. Buni ham yonboshda tenti yo'q. Oldin aytib qo'yaman. Bu mana shunday holatda. Akkumulyatorlari 32 lik bo'ladi. Joylashgan holati mana shunday bo'ladi. Oldida zo'rlanlar bor. Sidinalaridagi materiallar juda ham ajoyib. Nima desam bo'ladi? Mana bunaqangi oddiy koja emas. Oddiy emas. Boshqacha bir tabiiy materialdan ishlatilgan. Ko'rishingiz mumkin. Maza qilib haydaysiz xudo xolasa. Bunimizning narxi do'stlar 900 dollarga qilib beramiz. Juda ham ko'pchilik so'ragan edi. Bu galik Reksha modelimiz juda ham trendga chiqib ketdi do'stlar. Tepasida tom bagajlari bor. Akkumulyatorlari 32 likdan 6 ta bo'ladi. Bitta zaryadi bilan 40 dan 60 kilometrgacha masofa bosib o'tadi do'stlar. Yonboshlarida tenti bor buni. Narxini 1000 dollarga chiqarib beramiz. Oldida o'tiradigan yosh bolalar uchun joylarigacha mavjud. Xuddi mana shunday holatda foydalanasiz bo'ladi. Nevarangiz o'tirgizib olib, tomiga narsalar yuklab olib, orqa bagajiga bozorlik qilib olib, sekin uyga qaytadigan joy do'stlar. Qo'shimchalardan zapas baloni qo'shimcha beriladi hamda tent qo'shimcha beriladi. Xuddi shuni qora rangidan ham bor, seriy rangidan ham bor do'stlar. Tepasida led chiroqlari ham mavjud. Mana qo'yib ko'rasizlar. Hali aytib o'tgan 300 kiloli modelimiz 850 dollarga chiqarib beramiz. Buni bo'lsa 950 dollar oz-moz kamaytirib beramiz obunachilarimiz uchun. Bunimiz bo'ladigan bo'lsa do'stlar 880 dollarga qilib beramiz.
Bu ham 32 kilometrdan 5 ta qo'yilgan. Bitta zaryad bilan 40 dan 50 kilometrgacha massa bosib o'tiradi. Hamda men sizlarga ko'rsatadigan eng bahaybat skuterimizdan biri 1 tonnali ruchnoy samosvalli do'stlar. Oldi 5 ta farasi bor. Panejnilari bor. Panejnini texnikani tushungan odam bittada tushunadi. Ruchnoy tormozlari bor qo'lda. Kolonka Bluetooth hamda telefon qo'yadigan pastavka, oyoqda tormoz. Akkumulyatorlar 70likdan 6 ta qo'yilgan bo'ladi, ya'ni 72 ga 70 lik bo'ladi. Balonlar juda ham shiroki bo'ladi. Ruchnoy samosvalli do'stlar. Bitta ko'targanda yukingizni hammasini tashib beradigan holati bor. Passajir o'tirib ketsa bo'laveradigan holati bor. Mana shunday holatda bemalol o'tirib bozor o'charga hamda dehqonchilik qilgani ketsangiz bo'laveradigan holati bor. Narxini 1200 dollar qilib qo'yganmiz. Obunachilarimiz uchun yana oz-moz o'tib beramiz do'stlar. Ammo bundan oz qoldi. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana shunday holatda cheklanmagan miqdorda mavjud. Kanalga obuna bo'lib, shu sahifadan uzoqlashmanglar do'stlar. Inshaalloh sizlar bilan skuter baza O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz bor. Aloqaga chiqaverasizlar.